Diqqat, harbiy xizmatni o'tash tartibi o'zgartiriladi. Mening vaqtim keldi. Ramzan Qodirov lavozimidan ketishga shama qildi. Ukrainadagi terrorchi davlatni yo'q qilish kerak. Donetsk Xalq Respublikasi rahbari Vladimir Putin 25 yilga qamalgan seriyali qotilni mukofotladi. Ukrainadagi urush fonida AQSh gazdan rosa soqqa qilyapti. Global Times. Sirdaryodagi istirohat bog'ida daraxtlar tagi betonlab tashlandi. Azizlar, sizlarga ishonchli va arzon aviakassa xizmatini taklif etamiz. Rossiyaning barcha shaharlaridan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiya va boshqa davlatlarga arzon biletlar mavjud. Manzil Moskva shahri, metro Begovaya Vxd 2-da joylashgan. Murojaat uchun telefonlar +7 kodi bilan 963 761 0707, +7 kodi bilan 969 041 0707 hamda ushbu raqamlarda WhatsApp mavjud. Mening vaqtim keldi. Ramzan Qodirov lavozimidan ketishga shama qildi. Ramzan Qodirov Checheniston rahbari lavozimida juda uzoq vaqt qolib ketganini va cheksiz va uzoq ta'tilga loyiq ekanligini aytdi. Do'stlar, bugun men Rossiya Federatsiyasining subyektlarining hozirgi rahbarlari orasida uzoq yashovchi ekanimni bilib qoldim. Men o'zim juda uzoq o'tirganimni payqadim. O'ylaymanki, men cheksiz va uzoq ta'tilga to'liq loyiqman. Umid qilamanki, siz meni qo'llab-quvvatlaysiz va tushunasiz, deb yozgan Qodirov o'zining Telegram kanalida. 15 yil davomida respublikaga rahbarlik qilganini eslagan Qodirov kavkazliklarning maqolini aytib misol keltirgan. Biz kavkazliklar, chechenlarda bir maqol bor. Mehmon qanchalik hurmatli, uzoq kutilgan bo'lmasin, agar u o'z vaqtida ketsa, u holda yanada yoqimli bo'ladi. Shunday qilib, mening vaqtim ham keldi deb o'ylayman. Meni haydab chiqarishlaridan oldin biz allaqachon bu haqda o'ylashni boshladik va o'z vaqtida ketishga harakat qilamiz, deb ta'kidlagan Qodirov. Ukrainadagi terrorchi davlatni yo'q qilish kerak. Donetsk Xalq Respublikasi rahbari Donetsk Xalq Respublikasi rahbari Denis Pushilin Ukraina hududiga aylangan terrorizmning mafkuraviy markazini yo'q qilish zarurligini ma'lum qildi. Pushilin o'zining Telegram kanalidagi video murojaatida Ukraina tomonidan taqiqlangan urush usullaridan foydalanishi, masalan, shaharlarni o'qqa tutish, aholi punktlari va parklarni lepostok piyodalarga qarshi taqiqlangan minalar bilan uzoqdan qazib olish va qiynoqlarning barcha yangi dalillarini qayd etdi. Donetsk Xalq Respublikasi militsiyasi bo'linmalari respublikaning ozod qilingan shaharlarida topilgan ommaviy qabrlar esa buning namoyandasi ekanligini aytdi. Bularning barchasi urushning taqiqlangan usullari, ammo aynan mana shu terrorizmning asl qiyofasi, uning xususiyatlari hech qachon o'zgarmagan. Uyushgan terrorizmga qarshi kurash uchun uning eng yirik markazi hisoblanadigan Ukrainaga qarshi birgalikda harakat qilish zarur. Rossiya terrorizmga qarshi kurashda katta tajriba to'plagan va biz avvalambor oldini olish ustida ishlashimiz kerak. Terrorchilik xavfining haqiqiy manbai bo'lgan mafkuraviy markazni yo'q qilishimiz zarur, deb ta'kidlagan Pushilin. Harbiy xizmatni o'tash tartibi o'zgartiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaror loyihasi e'lon qilindi. Qaror loyihasi bilan fuqarolarning harbiy xizmatni o'tash tartibining ayrim jihatlariga aniqliklar kiritiladi. Jumladan, muqaddam maxsus unvonda xizmatni o'tagan xodimning nomiga dog' tushiruvchi xatti-harakatlarni sodir etgani yoki xizmat vazifasiga noloyiq bo'lib qolganligi sababli xizmatdan bo'shatilgan fuqarolarga kontrakt bo'yicha harbiy xizmatga kirishga rad javob berilishi belgilandi va bu bilan shunday harakat uchun huquqiy asos paydo qilindi. Harbiy xizmatchilarni yuqori turuvchi lavozimlarga tayinlashda ular tomonidan lavozimida kamida 2 yil xizmat qilish zarurligi normasi mavjud bo'lganligi sababli qisqa muddat ichida muayyan vakant lavozimni butlash, oliy harbiy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini joylashtirish uchun lavozimlarni bo'shatish masalalarida muammolar tug'dirayotganligi sababli ushbu talab nizomdan chiqarib tashlandi. Intizomiy chora qo'llash tartibida lavozimidan pasaytirilgan harbiy xizmatchilarni yuqori lavozimlarga tayinlanish hamda harbiy unvonidan bir pog'ona pasaytirilgan harbiy xizmatchilarni unvonida tiklash tartibiga aniqliklar kiritildi. Harbiy xizmatdagi va undan bo'shatilgan harbiy xizmatchilar, ular oila a'zolari hamda halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga tibbiy xizmat ko'rsatish, sanatoriya, kurort muassasalarida davolanish tartibiga aniqliklar kiritildi. Harbiy xizmatning umumiy davomiyligi
20 yilga 1 yilgacha yetmagan. Harbiy tibbiy komissiyalar tomonidan harbiy xizmatga yaroqsiz deb topilgan kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarni xizmatda bo'lish muddati vazirlik rahbarining buyrug'i bilan belgilanish normasi kiritildi. Berilgan harbiy unvonda bo'lishning belgilangan xizmat muddatidan kamida ikkitasini o'tagan kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarga bir pog'ona yuqori harbiy unvon berish tartibiga aniqlik kiritilib, bu tartib serjantlar tarkibi kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarga ham tatbiq etilishi belgilandi. 3-darajali serjant, 2-darajali serjant, 1-darajali serjant va katta serjant harbiy unvonlarini berish tartibiga aniqlik kiritilib, tor doiradagi mutaxassislarga tegishli ta'lim muassasalarida qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tamomlaganidan keyin ushbu harbiy unvonlarni berish mumkinligi normasi kiritildi. Xizmat va harbiy burchni bajarishda alohida namuna ko'rsatgan, mamlakat mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga, hududiy yaxlitligini himoya qilishga qo'shgan hissasi uchun kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarga vazirlar rahbarlari tomonidan navbatdagi harbiy unvonlar muddatidan avval berilishi mumkinligi normasi qo'shildi. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchilarga qo'shimcha ta'tilning muddatini belgilashda Milliy gvardiya va sud organlaridagi xizmat harbiy lavozimiga tayinlangan xodimlarga maxsus unvonlar berilgan kundan boshlab harbiy xizmat muddatiga qo'shib hisoblanishi belgilandi. Kamida 20 kalendar yili mobaynida harbiy xizmatni benuqson o'tagan ofitserlar bilan bir qatorda oddiy askar va serjantlar tarkibiga ham harbiy xizmatdan bo'shatilayotgan vaqtda tegishli buyruqlar bilan harbiy kiyim-kechak kiyish va farqlovchi nishonlarni taqish huquqi berildi. Qaror loyihasini qabul qilish orqali O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqlashtiriladi hamda harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga erishiladi. Ukraina urush fonida AQSh gazdan rosa soqqa qilyapti. Global Times. Amerika Qo'shma Shtatlari suyultirilgan gaz bozorida AQSh kompaniyalari uchun yangi imkoniyatlar tufayli Yevropa energetika inqirozining asosiy foyda oluvchisi sifatida paydo bo'ldi. Bu fikrni Global Times nashri bildirib o'tgan. Rossiyadan gaz yetkazib berishning qisqarishi tufayli Yevropa ittifoqi AQShdan suyultirilgan gaz importini har qanday holatda ham oshirishga majbur bo'ldi. Bu esa amerikalik yetkazib beruvchilarga misli ko'rilmagan foyda keltirdi, deydi Xiamen universiteti qoshidagi Xitoy energetika iqtisodiyoti tadqiqot markazi direktori Lin Botsian. 2021 yilda AQSh Yevropa ittifoqiga 34 milliard kub metr, 2022 yilning birinchi yarmida esa 39 milliard kub metr gaz yetkazib berdi, deb yozadi gazeta Refinitiv tahlil kompaniyasi va Reuters agentligi ma'lumotlariga tayanib. Ilgari buni tasavvur qilib bo'lmasdi, chunki transport xarajatlari tufayli Amerika suyultirilgan gazning narxi Rossiya gaz quvuriga qaraganda ancha yuqori ekanligi aniq. Ammo endi Ukraina inqirozi buni haqiqatga aylantirdi. Chunki Yevropa ittifoqi Rossiya gazga energetika qaramligini kamaytirishga qaror qildi, deb yozgan mutaxassis. Sirdaryodagi istirohat bog'ida daraxtlar tagi betonlab tashlandi. Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi istirohat bog'ida daraxtlar tagi betonlab tashlangani aniqlandi. Viloyat ekologiya boshqarmasi holat yuzasidan munosabat bildirgan. Ma'lum qilinishicha, bir necha yillik daraxtlar tagiga beton quyib yuborishgan. Viloyat ekologiya boshqarmasi qayoqqa qarayotgan ekan sarlavhasi bilan e'lon qilingan murojaat Guliston shahri ekologiya bo'limi inspektorlari, Milliy gvardiya hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari hamkorligida o'rganilgan. Shuningdek, o'rganish davomida Guliston shahrida istirohat bog'idagi tamadduxona yonida 3 tup daraxtning tag qismi toshlar bilan o'ralib, betonlab tashlangan holati aniqlangan va daraxtlar tag qismlari ochilib, holat bartaraf qilingan. Putin 25 yilga qamalgan seriyali qotilni mukofotladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5 kishini o'ldirish, bosqinchilik, talonchilik va odam o'g'irlashda ayblanib 25 yilga qamalgan rossiyalik Ivan Neparatovni jasorat uchun medali bilan taqdirladi. Bu haqda The Insider xabar qilgan. 2013-yilda Neparatov va uning to'dasining 8 nafar a'zosi qotillik, qiynoqlar, odam o'g'irlash, noqonuniy qurol saqlash va boshqa jinoyatlarda ayblangan. Bosqinchining o'zi 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Dastlab jinoyatchi Lugansk viloyatini egallash uchun yuborilgan bo'lishi mumkin. Buning uchun Lugansk Xalq Respublikasi rahbari Leonid Pasechnik ham unga medal topshirgan. O'lim guvohnomasiga ko'ra, Ivan Neparatov 5-avgust kuni Donetsk viloyati Artemovsk shahrida yo'q qilingan. U o'ziga tayinlangan qamoq jazosining 12 yilini o'tagan edi.